Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yangi kelgan adabiyotlarimizdan yozuvchi Zuhriddin Isomiddinovning Shavqi Navo nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. Ushbu to'plam millatimiz quyoshi Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligiga bag'ishlangan bo'lib, unda muallifning Navoiy haqidagi bir necha maqolasi hamda shoirning 40 dan ortiq g'azaliga bitgan sharhi o'rin olgan. Har biri eng kamida bir devon tartib bergan. O'tmishdagi ulug' shoirlarimizning har biri ruboiysi va g'azali ham daf'atan qaraganda shaklan o'xshash, bir xil tuyulsa-da aslo yakran emas. Ularning har birida o'zgacha vasf, boshqacha bir tarannum bor. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobni o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.